Hayron bo'lganim, Incheon aeroportidaman. Xitoyga uchdim. Registratsiya davomida bitta sumkam bor edi. Ichida suv bormi dedi. Mumkin emasanga o'zasizlar. Ha, bor dedim. Indagani yo'q. Ichkariga kirib, registratsiya davomida yana sumkamni apparat ichidan kiritdimda qizil yo'llardan chiqib qoldi. Hammaniki yashil yo'llardan chiqsa, meniki qizildan o'tdi. Borib nima sababdan desam, sumkamni titrab qurdi. Ichidan suv topdi. Bagalashkada ikkita suv olgandim, 0.5. Yangi olgandim. Hali ichmagandim ham, jalka ketdi. Ular ikkitasini oldida o'p qo'ydi, mumkin emas deb. Sigaret, elektron sigaret, ya'ni power banklar ham mumkin emas ekan o'zi asli. Lekin hayron bo'lganim, mana aeroport ichida hamma narsasi o'p qo'ygan narsalar hammasi o'zi so'tdi. Elektron sigaret, oddiy sigaret va boshqa ichimliklar, parfumeriya mahsulotlarini aeroport ichida sotyapti, lekin tashqaridan olib kiraman desangiz, sumkangizdan titib olib tashlayapti-da. Nima sababdan o'zini ichkarida baribir sotibdi-da, ichkaridan olsangiz, ya olib ketaverasiz, aeroport samolyotga olib chiqaverasiz. Lekin tashqaridan olib kira olmaysiz.